Shundoqqina orqamizda Texnologik instituti. Bu lokatsiyani bilmaydigan odam yo'q. Birinchi liniyada serqatnov studentlarga boy lokatsiyadan sizlar uchun 280 kvadratlik natural obyektimizni sotuvga olib chiqyapmiz. Sizga qiziqmi? Obzorni oxirigacha ko'ring. Obyektimiz -1 etajda joylashgan. Mana bu bizning o'ng qo'limizdagi reseption xona, kelgan-ketganlarni ro'yxatga oladigan qorovul xonachada. Bu yoqda bizning birinchi xonamiz joylashgan. Ko'rishlaringiz mumkin, faqat partalarini oladilar. Konditsioner, pensionerlar hammasi qoladi. Bu yoqda ham xuddi shunaqa yana bitta xonamiz bor. Xonalarimiz juda keng, 280 kvadratni o'zining ichiga oladi. Mana bu tomonda yana bitta sinf xonamiz. Bu yoq avval учебный sentr bo'lgan, bilgan bo'lsangiz agar, men parta-marta mebellarimni olaman, lekin 24 ga 7 kamera, naблюдение, konditsionerlarimiz, remontlari hammasi qoladi dedilar. Mana bu yoqda yana bitta sinf xonamiz, xuddi shunaqa bu yoqda ham partalarini oladilar. Undan keyingi ko'radigan joyimiz mana bu yoqda orqa tomon podyezddan kirish xodi bu yoqda alohida ayollarga, erkaklarga murskoy, jenskiy sanuzellarini joylashtirganlar. Remontlari juda yaxshi qilingan. Ushbu joyni olib men nima qilaman deysiz? Klinika qilsangiz bo'ladi, mini bank qanaqadir filiallarini, yoki учебный sentr yana o'zingizni tadbirkorligingizga qarab ushbu obyektimiz sotuvga. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga tez aloqaga chiqing. Sizga yana ham to'liqroq ma'lumotni beramiz. Xohlasangiz olib kelib joyda ko'rsatish imkoniyati ham bor.